Bugungi kunda iqtisodiyotda oldida turgan asosiy masala demak rivojlanayotgan iqtisodiyot davrida sharoitida sanoatlashgan post-industrial jarayonlarda demak ish bilan bog'liq bo'ladi. Inson iqtisodiyotda olib turgan eng asosiy katta vazifamiz yana sal oldinroq qaraymiz. Inson iqtisodiyotning eng yangi yo'nalishlaridan biri, ya'ni iqtisodiyot bo'lgan yo'nalishlardan biri. Bu podkast ixtiyoriy erkin tartibda bo'ladi, faqat mavzu doirasida bo'lgani uchun eshitib va iloji boricha savol berishlaringiz mumkin. Oxirida savollarga to'ldirib beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum do'stlar. Siz iqtisodiy gaplar podkastini tinglayapsiz. Allohga salom. O'zi ishlab chiqarishi yoki tashqaridan sotib olinsinmi? Shu haqida nima deysan? Bu make or buy qarori deyiladi. Qachon filmni o'zi ishlab chiqaradi? Agar nazorat bo'lsa, sifat bor. U nonni o'zi pishiradi yoki tashqaridan sotib oladi. Agar sifat muhim bo'lsa, o'zi pishiradi. Agar vaqt va xarajat muhim bo'lsa, sotib oladi. Juda tushunarli bo'ldi. Xulosa qilib aytganda, shartnomalar mukammal emas, rag'bat juda muhim. Firmalar esa xarajatlarni kamaytirish uchun mavjud. Personal grafik deb tushundiraman, uni ichida xatolik yetgan bitta biring bo'lishi kerak. Ikkovi bir xil bo'lishi kerak. Mana A jim turyapti. A jim turadi, B ham jim turadi. Ishda balans bo'lyapti, ikkovi bitta birga qamadi. A sotadi, ya'ni guvohlik beradi. B jim turadi. Agar siz A deb olgan bo'lsangiz, siz qamalmayapsiz, ozodlikka chiqyapsiz. B o'zi shunga qamalib ketdi. Siz nariga sheligisiz. Endi bu yerda yana narsa bor. Siz guvohlik beryapsiz, sotyapsiz. U ham siz sotadi hozir. Agar sotsa, ikkovlaring ham 2 yildan yoki 3 yildan kattaroq qilamiz. 5 yillik shuni 5 yildan qilamiz. Tushundingizmi? Varaqqa yozasiz. Sotaman yoki sotmayman. Jim turaman yoki sotaman. O'zingizga yozasiz. Aktyorga aytmaymiz uni, yoki olib qo'yamiz. Nariga sherigingizni so'roq qilamiz. Agar uni javobini tekshiramiz, ko'rmaydigan kim ko'rib turib, kim qamaldi, kim ozodlikka chiqdi, shuni ko'rib chiqamiz.